hamma o'z belida emas. Ko'pchiligi shunaqa. Shu narsani sababini bilsanglar, men unaqa edinglar menga. Keyin ko'pchilik mani qaptadir masalan Xitoyda bozorda ish bilan boraman, men bilasizlar, magazinimga o'zim tovar borib olib kelaman. Ko'rib qolganinglarda yoki boshqa joyda ko'rib qolganinglarda, oldinglarda sheriginglar bo'lsa, basharamga qarab turib, qilib sheriginglar bilan g'iybatim qilmanglar. Men ko'rib turibman sizlarni shundoq to'g'ringlarda, eshitib turibman hamma narsani. Hech bo'lmasa iltimos men ketib oling, keyin bemalol nima desanglar deyaveringlar. Ko'p bo'ladi-da shunaqa. Qarab onam, gapirishadi. Men sizlarga o'xshagan oddiy odamman. Mana o'sha yerga eshikda ishlagan boraman, xuddi sizlarga o'xshab. Qalabor, yaxshi. Siz banarsizda qalaysiz deysiz. Yaxshi, rahmat. Men biladi, ko'pchilik hayotda ko'rganlar. Men zo'r gaplashib ketaman. Uni xarakterim yo'q, unaqa esda qotirib nimadir qilib ketadigan. Bilmayman nimaga. Unaqa menda shunaqa ko'p bo'ladi.